Bittasi Toshkentda bir joyga iftorga aytdi. Minorda xatmiga o'tayotgan edimizda. Men aytdimki, biz minorga soat 9da minorda bo'lishim kerak. Tayyorgarlik qilib iftordan keyin biz 9:30da xatm boshlaymiz, kech qolmasligimiz kerak. Urgimizmi dedim. Desam, "Ha, bemalol urgis" dedi. Uyingiz uzoq ekan-ku dedim. Bu nimada? Shaharning chekkasida ekan desam, "Urgimizmi? Ha, urgingiz bemalol" dedi. Deydi, bo'lmasam dedim, bitta gap, bo'lmasam dedim, shu suhbat qilish kerak, Qur'on o'qish kerak bo'lsa, bir yarim soat oldin borsak, iftordan oldin qilib olamiz. Og'izni ochamiz, taomlarni keyin turaveramiz. Men kech qolmayman desam, "Bo'laveradi" dedi. "Siz qachon desangiz bo'laveradi" dedi. Ajoyib odam ekan bu deb bordim. Mashinasi ertaroq keldi, haqiqatan yarim soatcha oldin yetib bordik manzilga. Yangi uy qurgan ekan, yangi uy qurgan, yangi uyga tilovat bilan, iftor bilan, ehson bilan nima qilman, duo olmoqchi endi. Kirsam, mehmonlar kelgan, 5-6 ta mehmonlar. Non sindirib choy ichib o'tirishibdi. Ovqatlanib o'tirishgan ekan. Keyin men kirgandan keyin choylar quyilgan bo'yi qoldi, nonlar singan bo'yi turibdi. Men bilan birga yana 5-6 ta boshqa qarindoshlar ham kirdi. Kirib, keyin qani deb ular ham non sindirib choy quyib qoldi-yu. Hali yarim soat bor iftorga. Keyin bitta sal yosh kattaroq hushyorroq bor ekan, to'xtash dedi. Keyin to'xtatib, keyin o'tirishdi keyin haliga. Nimani? O'zlarini to'xtatib o'tirishdi. O'zlari roza tutmagan ekan hech qasiniz. Bittasi ham mendan boshqa bitta ham roza yo'q ekan u yerda. Iftorlikda. Keyin endi mayli, shular shunchalik ixlos qilibdi, keyin sekin boshlanishdi endi inshaalloh. Lekin bir qiziq holatda baribir. Keyin og'iz ochadigan paytda suv quyishdi. Bir-biriga qarab kulishyapti o'zlari suv quyish ekaniga. Hammasini og'iz ochiq-ku. Keyin og'iz ochildi. Ochilgan og'izlar qaytadan ochildi. Ochiq og'izlar. Keyin undan keyin shom vaqti bo'ldi. Shom vaqti bo'ldi, keyin shom o'qib olamiz. Shom o'qib olishim kerak desam, bemalol chiqib o'qib kiravering dedi. Bejolar deyishdi. Bitta o'zim, ha? Keyin bitta o'zim chiqib yangi bitta xonaga olib kirdi-da. Keyin uyda egasidan so'radim, qibla qaysi tomonda desam, Qibla qayerda desam, qiblami deydi. O'ylayapti uyda egasi. Aytadiki, men boshimni mana shu tomonga qilib yotaman. Shu tomon bo'lsa kerak deydi. Ikkinchi qavat. Kimda qarasam, derazadan qarasam, quyosh bu tomon, boshqa tomonga, bu yoqqa boshini qilib yotar ekan, bu yoqqa botyapti. Keyin hali telefonda qiblani ko'rsatadiganni ham ishlatdim. Haqiqatan mana shu tomon ekan ta'kidladim. Keyin shom o'qidim bitta o'zim. Keyin uyda egasiga aytdim, aka dedim, bundan keyin boshingiz